bugun ijtimoiy tarmoqlarda juda ham hozir kamaydi, lekin o'tgan yillar, undan oldingi yillar bu narsa juda ham avj olgandi. Bizni bugungi kundagi aqlli hisoblaginchlarimizda birontasida noto'g'ri hisoblash yoki boshqa nimasi yo'q. Bu hammasi o'sha asossiz keltirilgan, hammasi. Chunki buni masalan noto'g'ri hisoblayapti deganda, masalan biz borib joyiga ishchi guruh qilib yoki boshqa o'rganganimizda asossiz hammasi. Masalan, meni elektr energiyam ma'muncha qabul qilaman, lekin ma'muncha ko'rsatyapti degan narsa. Bu yerda hech qanaqa narsani o'chirib yuborishni yo hech qanaqa bazaga tegishni iloji yo'q. Buni bizni har bitta hududdagi xodimimiz biladi. O'sha uchun u joyidagi hisoblagich qanday bo'lsa shunday ishlaydi. Agar kimda, qayerda, qanaqadir agar mana shunaqa momentlar bo'lib qolsa, albatta biz uni standartdan o'tkazib, xulosasini olib beramiz. Lekin noto'g'ri hisoblashi bo'yicha asoslik bironta joyda hali bo'lgan edi.